Mashq daftarining 158-beti 4-masala. O'lchamlari 32 sm, 20 sm va 14 sm bo'lgan kuboid shaklidagi idish suv bilan to'ldirilgan. Demak, mana bu bizda aynan to'ldirilgan idishimiz. Bu 32, 20 va 14 o'lchamlarga ega. Undan qirrasi 20 sm bo'lgan kub shaklidagi idishga to'ldirib, demak suv quyildi. Ya'ni buning ichidagi suv, demak kub ichiga quyildi. Kuboid shaklidagi idishda qolgan suv hajmini toping. Demak, buni bilish uchun biz birinchi kuboidning hajmini topib, undan kubning hajmini ayirib tashlaymiz. Keling, birinchisi demak kuboiddan boshlaymiz. Kuboid hajmi bu uning demak bo'yi, eni va balandliklari ko'paytmasiga teng bo'ladi. Ya'ni 32 ko'paytirilgan 20 ko'paytirilgan 14. Buning natijasini demak ko'paytmani hisoblab olamiz. Ya'ni 30 ko'paytirilgan, ya'ni 32 ko'paytirilgan 20 ko'paytirilgan 14. Bu 8960 cm kubni beradi. Bu demak bizda kuboidning hajmi. Endi kubning hajmini topamiz. Kub hajmi biz bilamiz qirrasini 3 marta ko'paytiramiz. Ya'ni 20 ko'paytirilgan 20 ko'paytirilgan 20. 3 ta 2 ko'paytmasi 8 bo'ladi va buning ortidan demak 3 ta 8 ni yozib olamiz. Ya'ni 3 ta 0 ni yozib olamiz. 8 ming bo'ladi. Bu santimetr kub. Bu endi kubning hajmi. Qolgan suv hajmi esa bu kuboid hajmidan kubning hajmini ayirib tashlaymiz. Ya'ni 8960 ayrilgan 8000. Natijamiz 960 santimetr kub bo'ladi. Buni biz deylik litrga o'tkazamiz yoki millilitrga. 960 santimetr kubni mingga bo'lamiz. Shunda litr kelib chiqadi. Bu 0.960 litr yoki 960 santimetr kubni millilitrga o'tkazamiz. Bunda 960 millilitr degan javob kelib chiqadi. Ya'ni bizda 3 ta javob bor. Uchalasi ham bir-biriga teng. 0.960 litr, 960 millilitr yoki 960 santimetr kub. Bu aynan qolgan suvning hajmi. Buni javob sifatida yozib olamiz.